bilan birlashdilar. Arablar birin-ketin g'alaba qozonib, tezda Suriya, Falastin, Eronni zabt etdilar. 651-yil esa ular Marvga yetib kelib, uni jangsiz ishg'ol etdilar. Arablarning g'alabalari ularning asl kuchidan ko'ra ko'proq bosib olingan mamlakatlarning zaifligi va parokandaligi bilan izohlanadi. 674-yili xalif Muaviya tomonidan yo'llangan Ubaydulloh ibn Ziyod chamasi birinchi bo'lib Amudaryoni kechib o'tdi. U poykantni qurshovga olib ishg'ol etadi. Buxoro qirolichasi ustidan g'alaba qozonib, shahardan katta o'lja, qurol-yarog', kiyim-kechak, oltin, kumush va ko'plab asirlarni olib ketadi. Shu borada arablar 709-yilda Buxoroni batamom ishg'ol etadi. Arablar So'xt yuragi Samarqandga hujum qiladi. Arab qo'shini qamalga mo'ljallangan otish va devor buzish qurollaridan foydalangan holda Samarqandni ishg'ol etadi va aholiga og'ir o'lpon to'plash majburiyatini yuklatadi. 9-asrning 20-yillarida Morovunnahrda Asad ibn Somon va uning o'g'illari xalifatga sodiqliklari bilan namoyon bo'lgan. Morovunnahr, ya'ni hozirgi zamon tarixida Turkmanistondan tashqari bo'lgan O'rta Osiyo hududlari, ya'ni O'zbekiston, Tojikiston, Qirg'iziston va Qozog'istonning janubiy qismi tushuniladi. Xullas, Asad ibn Somoniyning o'g'illari viloyatlar va shaharlarga hokim etib tayinlanadi. Nuhga Samarqand, Ahmadga Farg'ona, Yahyoga Shosh va Surshon, Ilyosga Hirot tufaytiladi. Shu borada Somoniylar davlati shakllana boshlaydi. Somoniylar davrida Morovunnahrda hunarmandchilik, qurilish va